soatga 100 tonna suv beradigan, juda ham ekonomik 220 da ishlaydigan nasosimiz mana. Poplokli bo'ladi. Chiqish og'zi 125 mm lik bo'ladi. Nestandart bo'lishi mumkin, lekin bunga misol shlankalar topilmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Bizda o'zimizda mana 125 mm lik shlankalarimiz bor. Rulda 20 metr bo'ladi. Hamma nasosga xamutlari ham bor o'zimizda. Undan muammo yo'q. Xo'p, bu nasosimiz mana poplokli bo'ladi. Soatiga maksimum 100 tonna suv beradi. Pashtiani bilan bir xil, faqat buni podachasi 13 metr bo'ladi. 2 kilovatli bo'ladi motori. 220 da ishlaydi. Ekonomik ko'rinishlar Sab brendiniki. Rasmiy kafolatlari bor. Klientlarimiz juda ham ko'p klientlarimiz oladi. Baliqchiligiga, ekinlarni sug'orishga, shu dalalarga juda yaxshi ishlab kelyapti haligacha. Sifatiga garantiya beramiz. Bundan yana boshqacha modellarimiz ham bor. Shimji Sab brendlarida. Kimga kerak bo'lsa 97 lik 760 34 raqamlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Yana keyingi videolarda yana boshqa narsalarning obzorini kutib qolinglar.